Joriy yil 7-aprel kuni davlatimiz rahbari tomonidan jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Farg'ona viloyatida ham tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Aholi orasida sportni ommaviyligini oshirish, sportsevarlar uchun qulay sharoitlarni yaratib berish va chekka hudud yoshlari orasidan mahoratli sportchilarni aniqlab, xalqaro musobaqalar g'oliblarini chiqarishga e'tibor yanada kuchaytirildi. Bu borada Rishton tumanida amalga oshirilayotgan samarali harakatlar tuman sportsevarlarga yangi imkoniyat eshiklarini ochib bermoqda. Bugungi kunda aholimiz tumanda 223 mingdan iborat bo'lib, hozirda ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha bir qancha aniq dasturlar ishlab oldik. Har payshanba ertalab 5000 qadam tadbirlarni o'tkazib kelinyapti. Yaqinda tuman hokimi olimpiadasi o'z nihoyasiga yetib, viloyatga yo'llanma olgan sportchilarimiz bor. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan mana bugun yoshlar kuni munosabati bilan mana shunday katta muhtasham sport majmuasi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu bizning rishtonlik yoshlarimizga juda katta xursandchilik va mas'uliyat olib keldi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan sportga bo'lgan e'tibor va islohotlarning natijasida biz rishtonlik yoshlar tomonidan ham Osiyo, O'zbekiston chempioni, jahon chempionlari yetishib chiqmoqda. Rishton tumani sport maktabi tarbiyalanuvchilari bugun respublika miqyosida alohida mavqega ega bo'lgan sportchilardan sanalishadi. Sababi sportning bir qator turlari bo'yicha o'z mahoratini oshirib kelayotgan iqtidor egalari har yili nufuzli bellashuvlarda chempionlarga aylanishmoqda. Bu yildan e'tiboran tarbiya maskani o'g'il-qizlari musobaqalarda yanada ko'proq medallar jamg'arishga muvaffaq bo'lishadi. Sababi 6 milliard 200 million so'm evaziga bunyod etilgan yangi majmua sportchilar va murabbiylar uchun keng imkoniyat eshiklarini ochib berdi. Bu esa sport maktabi o'g'il-qizlarni behad quvontirmoqda. Men 9 yildan beri taekwondo WT turi bo'yicha shug'ullanaman. Bu yo'nalishda men ko'plab yutuqlarga erishdim. O'zbekiston chempionatida, boshqa tuman viloyatlarda birinchi o'rinni olib kelmoqdaman. Oldilari biz ham tumanimizda shunaqa zamonaviy zallar bo'lishini orzu qilardik. Mana bugun prezidentimizning e'tiborlari bilan mana shunday muhtasham zamonaviy binolar biz yoshlarga taqdim qilindi. Bundan biz juda ham xursand bo'ldik. Mana shu sharoitlarga javoban olimpiada chempionlari bo'lishga harakat qilamiz. Sport majmuasining ochilish marosimi katta bayramga aylanib ketdi. Unda viloyat hokimligi, sport boshqarmasi, Rishton tumani hokimligi vakillari va nuroniylar so'z olishib, prezidentimizning sportga qaratayotgan katta e'tiborlari bugun mamlakatimiz sportsevarlariga keng imkoniyatlar yaratib berayotganini faxr bilan tilga olishdi. Kelgusida ushbu majmua rishtonlik Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev singari Olimpiya o'yinlari g'oliblarining kamol toptirishiga ishonch bildirishdi. Men juda bugun quvonib ketyapman, faxrlanyapman yurtimiz bilan. Mana bizning Rishtonimizda mana shunday bir katta, muhtasham bir sport majmuasining qurilib, mana yoshlarga berilishi, muhtaram prezidentimizning yoshlarni bir daqiqa ham vaqtlarini bekor o'tkazmasliklari uchun, ularni sport bilan shug'ullanishlari uchun katta imkoniyat berganligini biz ko'zimizdan ko'rib turibmiz. Bunaqa yoshlarga e'tibor, bunaqa yoshlarni sog'lomlashtirish, bunaqa yoshlarni sport bilan tarbiyalash ishlari umuman o'tmishda bo'lmagan. Biz bugungi kundagi yoshlarga havas qilyapmiz. Bugungi kunda yoshlarimiz mana shunday muhtasham binolarda, muhtasham sport majmualarida chiniqib, dunyo hamjamiyatda, dunyo sportda o'zini ko'rsatyapti. Dunyoga O'zbekiston sport bilan tanlanyapti. Va jumladan bizning Rishtonimizdan jahon chempioni chiqdi. Bu nimadan? Muhtaram prezidentimizning yoshlarga, ayniqsa sportga qilgan e'tiboridagi katta natijasi. Shu kuni sport maktabi tarbiyalanuvchilari murabbiylar bilan dastlabki mashg'ulotlarni olib borishdi. Majmuaning yangi qiyofasi, sportchilar va murabbiylar uchun yaratib berilgan zamonaviy sharoitlar ularga xursandchilik onlarini hadya etdi. Chempion yoshlar tomonidan namoyish qilingan ko'rgazmali chiqishlar barchaning diqqat e'tiborini tortdi. Tadbir yakunida sportni ommaviyligini oshirishda 5 tashabbus olimpiadasida faollik ko'rsatayotgan mahalla raislari va yoshlar yetakchilariga viloyat hokimligi va sport boshqarmasining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alar topshirildi. Behzod Jo'raboyev, Ikrom Jo'rayev, Azamat Hamraliyev Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.